Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bizning Toshkent Kazan, Toshkent Moskva yo'nalishlari bo'yicha qo'yilgan avtobus reyslarimiz haqida sizlarga hozir ma'lumot berib o'taman. Toshkent Kazan yo'nalishi bo'yicha seshanba va juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan primoy reyslarimiz qatnov yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Toshkent Moskva, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari haftada 4 kun amalga oshiriladi. Avtobuslarimiz Moskva shahrining Kateniki metrosigacha yo'lga chiqib ketadi. Siz ham xuddi shunday komfort avtobuslarda manzilingizga yetib olmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqib joylaringizni band qilishingiz mumkin. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham savollaringizga batafsilroq ma'lumot olasiz. Bizning avtobusimizda sizga yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qish-yoz ishlaydigan konditsionerlar. Bundan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Hozirroq bizga aloqaga chiqib joylaringizni band qiling, ulgurib qoling, biletlarimiz soni cheklangan. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.